Assalamu alaykum, hürmetli televizor köygüçiler. Strategiya nima deydi programımıza hoş geldinler. Ben Abdsalam Niyaz Uygur. Bu haftalık Strategiya nima deydi programımızda biz davamlıq yana Doktor Erkin Ekrem Efendi bilen söhbetimizni davamlaştırırız. Hürmetli Erkin Ekrem Efendi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürmetli televizor köygüçiler, aldı bilen biz yakında dünyada bolgan mühim vakalarını aslap öteyli. BBC to'rining xabarida bildirilishicha, 24 noyabr Hong Kongda ilib berilgan yerlik saylamda demokratchilar mutlaq ustunlik bilan kompartiya parastlar ustidan g'alaba qilgan. Saylamdan keyin Xitoy doiralari bu saylamda yili ishlatilganligini jar soldi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi natija qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Hong Kong Xitoyning ayrilmas bir qismi dedi. Amerika ovozi to'rining 25 noyabrdagi xabarda jazo lageri to'g'risida yana bir turkum ishki hujjatning oshkorlanganligi o'tirg'i chiqdi. Xitoy jasusi Avstraliyadan panohlik tiladi. Bu qitim oshkorlangan maxfiy hujjatda chegaradan kirgan amon tutqun qilish buyrug'i borligi oshkorlandi. Germaniya, Angliya va Yevropa ittifoqi Xitoyning 24 noyabr oshkorlangan maxfiy hujjatiga qarata inkos bildirdi. Kanadada chaqirilgan Halifax xalqaro xavfsizlik yig'inida Trump hukumatining davlat xavfsizlik maslahatchisi Robert O'Brien 1 milliondan ortiq odam yig'ilish lagerida yotmoqda. Bu bir qabilik dedi. Trump Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasiga qo'l qo'ydi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi 26 noyabr Yaponiyaning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilgan muomalasidan andish qilayotganligini bildirdi. Amerika hukumatining e'lon qilishicha, Amerika Vyetnamga Janubiy dengizda Xitoyga qarshi harakatlarini kuchlantirish uchun bir dona charlash paraxoti berishni qaror qilgan. 26 noyabr Keniya bosh iqtisodiy taftish organidan tarqalgan xabarga asoslanganda Keniya Mombasa orolidagi portini Xitoyga tatqizib qo'yish xavfiga duch kelgan. Xitoy elchixonasining Turkiyadagi qonunsiz qilmishlari oshkorlandi. Uyg'ur o'quvchilarining Xitoy elchixonasining bu qilmishlarda yer elishi muhojiratdagi Uyg'urlarning g'azabini qo'zg'adi. 29 noyabr Xitoy bayonotchisi Gong Shuang Hong Kong qonunining ijro qilinishining hamkorligi ziyonli ekanligini bildirdi. 28 noyabr Shveysariya uchur to'rining xabarida bildirilishicha, Shveysariya tashqi ishlar ministri Igazio Cassis bayonot e'lon qilib, Xitoyni jazo lagerini taqashga chaqirgan. Avstraliya Huawei'ning Sharq Turkistondagi bostirish harakatlariga texnika jihatdan yordam qilganligining dalilini oshkorladi. 30 noyabr Turkiya televiziya kanali ATV'ning xabarida Türkiye'de iqamet kılıvatkan Xitoy ayolning jasadining bir Uyg'urning igidorchiligidagi yerdan tepilib, 4 kishining jinoyat gumondori sifatida qo'lga elinganlik xabari e'lon qilindi. 1 dekabr İran Səhiyyə Ministerligining muavin raisi Ali Riza İranda cho'shqi zukum bilan yuqumlangan 273 kishidan bu bir haftada 19 kishining o'lganligini e'lon qildi. Xo'sh, dunyo vaziyati haqida mushinchilik to'xtalamiz. Endi diqqatinglar suhbatimizda bo'lsin. Sharq Turkistonda ilib berilayotgan zulm va qirg'inchilik kundan kunga oshkorlanyapti. 403 betlik muhim ishki hujjatning o'tirg'i chiqishi bilan dunyoning diqqati texmo Xitoyning qilmishlariga markazlashdi. 30 noyabr Türkiye'de yaşayotgan Xitoy ayolning jasadining bir Uyg'urning etizidan tepilishi diqqatimizni qo'zg'adi. Xitoyning qilmishlarini yoshirish uchun Uyg'urlarga yana yangi o'yinlarni o'ynab, dunyo ko'zida Uyg'urning obrazini yana bir qitim tushirish uchun urinayotganligi va Uyg'ur aktivistlarga hujum boshlaganligi ma'lum. Endi savolimizga kelsak. Bu delo Türkiye saqchilari tarafidan tekshirilayotgan bo'lib, 6 kishining qo'lga ilinganligi ma'lum. Jasad tekshirish dokladida o'lguchining bosqinchilikka uchirganligi ma'lum. Bu jinoyatning Uyg'urlar bilan chetishligi bo'lsa, Xitoy buningdan qanday foyda oladi?
Hem de bu mesele tehi bu sakçılarınki doklatları tehi çıkmadı. Hem de bu savcığı birdiğen doklatma tehi çıkmadı. Ama bu ballarını ip mangan vaxtıda o ballar biz kımıdıq davadı da hem de. Kim bu iniq bop qala. Hem de misalga muşunda boldu dep qalgan taqdirda Xitay bunu bahane qılıp muşu Türkiye hükümetiga bisim işiltidi. Men demedim bular terörist dep. Sen muşlarni muşdaq kütüvatsa, muşdaq ikametlerini berivatsa, okuş imkanlarını berivatsa ama bu haqlar mişe kelip qandaq şart Türkistan'da muşdaq terör faaliyet qilgan bolsa, mesela Türkiye'de mi qılıdı? Şununla sen Xitay'nınki maqal temsili bile sen eğer de bir böğürünü beqvasan o birip seni çişleydi bəbir dep deydiğen bir bana boludu emdi. Bunu bahane kıttırıp ondan sonra Şərq Türkistan'daki faaliyetlerini mi ama Türkiye'deki faaliyetlerini mi çekleşke zorlaydı emdi bu hükümetke bisim işildi. Hükümetke işiltemizse misalga İstanbul şehir hükümetdeki işilteleydi. Şehir hükümetinin meclisi var, o meclisteki bazı adamlarga bu bisimni işilteleydi Xitaylar. Şunun bilan İstanbul'da Uyg'urlarni texmi yaqindan takip qildigan, ularning telefonlarini takip qildigan, o yazgan uçurlarını takip qildigan, ondan keyin tutilgan bazı Uyg'urlardan başka bir Uyg'urni so'rab, ondan keyin başka Uyg'urlarga bir ziyon beroladigan mishlar ishlarni qilish mumkin hamda shu İstanbulning saqchi idorasiga müştaq bir talep qilgan taqdirda. Ondan keyin Türkiye xalqaradan kelgan shikoyatni qabul qilgachqa Xitoy buni bahana qilib sotqima shikoyat qila oladi. Ondaqda ham bu deloni aniqlash uchun İstanbul saqchi idorasi ham bu ish bilan shug'ullanishga majbur. Yana Xitoy uchun bir foydasi bo'ladi. Hem de Uygurlarning obrazı Türkiye'de bozuldu yoki Muşu Türkiye'nin cemiyetinde Uygurlarga göz qarashlari özgerdi degan gapni demidik. Çünkü bu 2016 yılı 1. ayının 1. günü Keş'te bo'lgan bir vaqa var, Rayna vaqasi. O vaqadan keyin Türkiye'ninki bo'libmi muşu sarxillar tabaqasi deyli, yani ilmi tadqiqot mush ishlar bilan diplomasiya ishlar bilan shug'ullanganlar Uyg'urlarga bo'lgan bu ishonchimi azayib ketgan. Hozirgacha bor bu ta'sir. Yani Uyg'urlarga ishongil bo'lmaydi, bular ya terrorchiga, ya uga, buga Xitoyning deganidek degandek tushunchalar bor. Bularni hamda Türk xalqiga tushuntirib va o muhim odamlarga tushuntirib qilib bo'g'cha hamda vaqt uzayib ketbardi. Yani yig'ib kelgan chog'da Türkiye'ninki davaga yaxshi bo'lmadi va davaga qatnashmagan Uyg'urlarga yaxshi bo'lmadi deb o'ylayman. Agar da Uyg'urlar qilmagan bo'lsa hamda uni hamda e'lon qilish lozimdi. Lozim bo'ladi. Qani shu bir jinoyat bir delosi oxirlashsin, aniqlashsin, ondan keyin texma ochiq gap qila olmaymiz hamda. Yani Xitoyninki Abdubashirsi ichilgan sari xalqarada Xitoy yana yangi o'yinlarni o'tirg'a chiqishi, yani Uyg'urlar ustidan yangi o'yinlarni qurishi mumkin. Mushundaq bir sharoitda Uyg'urlar bundan keyin qanday ishlarga diqqat qilish kerak? To'g'ri, bu da'vo cho'ng'aygan sari, xalqaradagi inovati o'sgan sari, ta'sir doirasi kengaygan sari Xitoy hamda bununla qarshi bir tadbirlarni ilishga boshlaydi hamda. Burun belki sel qarıgan gap. Çünkü tök Uygur neymiş kılalaydı. Ve bulupma misalga burun da oylattı. Bu İsabek eğer de ölüp gelse ondan keyin chet eldeki davamı tügeydi degan. Ama ondaq bo'lmadi. Bağan sırı güçlendi. Yani şu adam kesse bu tügeydi dep oylagan. Ama bunda çoğayıp ketişini ve Amerika ve Garip devletlerinden ki bu tanqidleri ve insan hakları hakkında tanqidleri bunda bir çoğun bir isim bo'lmaydi deb o'ylagan. Hazır bu bo'ldi hamda bu 8. aydan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı merkezlik Uygur davası xalqaro birleşken bo'ldi hamda. Hazır texmi keng Garip devletlerde keng dairede bu yeyilyapti bu ta'sir.
Onun bu Xitay bununla karta bir tedbir ilişki yelkenidi dep oylayman. Hem de bununki kıldığı asan bir işi hem de şu davanı yiteklep mangan kançı lider bolsa şularını bir cimik duruş. Hem cimik duruş diyen kelimeni ben tırnak içinde dağıtma. Ya pul ile sitvalıdı ya başka bir eyip bir işlerini körüyle bilip onunla onu caylaydı. Ya mevkiyle ya ki puluyla ya ki hıl nime menpetüyle yokutuş veya suikast kılış. Sırttaki teşkilatlarının reisleri bunu hemen digenlerini kılış pek ters emesem de. Çünkü Uygur cemaatinin işi de zaten şu nime liderlerini, reislerini zaten kaçlavadı. Jığıp kelgen çağda bir 20 adam var. Bula ya nadandır, ya teşkilat, çoğun teşkilatlı kiremigenlerdir. Ya ki 3. yılı bolsa Xitay'ın adımıdır. Bula hem de sırtta bu davanı bozuş için hele bir tırışvadıdı. Dünya Uygur Kurultayı hem de en başta bu 2017'denkin işçide ilinğen bir kararıyla biz işimizden çöküp işimizden kılaylı, biz davanı kılaylı. Talaşlar çıkınmaylı degandek bir karar ilinğen. Şununla jim durup yüzünün işini kılıvatgandek görünüyordu da aslında gajlaşla o bulata tüymedi. Jığıp kelgende liderlerinin itibarını bozuş. Yani inavetsiz algı ekiliş. Şunun davaga ziyan veriş. İkinciden bu Uygur hareketine karşı yani bu davaga karşı başka devletler de özünün adımını izleş. Yani bu Uygur olmaslık mümkün. Çeterlik buluş mümkün, Xitay buluş mümkün. Ya ki Uygurlarga yıkım boğan bazı adamlar buluş mümkün. Bularının yolu ile bu davanı bozuş yolunu izleş mümkün. Şunun jığıp kelgen çağda hazır bu dava çoğaygan bir peytde aslında bu davaga kol saldıran başka devletler mi köpeydi? Buların arasında hem de Xitay mı vardı? Şununla bu Xitay'ın ki bunda bir ihtimal suikastlere karşı teşkilat reisleri bir tedbir iliş lazım. Buna ötkende Hollandiya'daki 4. strateji muhakeme jığınında mı müzakere kıldık. Eşede mi teşkilatların, çoğun teşkilatların reisi mi var? Eşelerde mi müzakere kılındı? Şununla teşkilatların reisleri biraz dikkat kılış gerek. Özününki kopkan saati, yatkan saati, tamak yiyen saati depemeslik lazım. Onun için yolga çıkanda mı arplarınki uçuş ve saatini mi depemeslik lazım. Ve hazır imkan bolsa hem de yeniga bir adamı iliş lazım bir seyahatka çıkan vaxtıda. Bu tedbirlerini almışsa Xitay üçün hazır pek asan dep oylayman, yani teşkilatının ki yetekçilerini hal kılış üçün. Bunundan sırt hem de cemiyetkime yaxşı düşendiriş lazım. Dava mühim bir noktaya geldi. Bunundan kin biz kılalısa biz kutulumuz. Eğer de kılamay kalsak Xitay uftuvasa ondan kin tük işimiz. Digen bu hayat mamafik halini cemiyetke halkımızga tanıştırıp ulanın ki kollaşını mı kolu düşürüş lazım. Çünkü halkların kollamagan takdirde bu işlerini ilip bir işime pek kıyın hem de. Komünist Xitay'ın şu halka tayanıp durup halklarını özge bağlap durup ondan kim uftuvağa yani Komintang hakimiyetini. Şununla hazırdan başlap bunda ciddi bir peytte, kritik bir vakitte şu yetekçiler biraz dikkat kılış lazım. Halkımız ve puhralama etrafıma dikkat kılış lazım. Yaman niyetli adamlardan jirak duruş gerek dep oylayman de. Yani Xitay, yani yıllarca chet elde, yani muhaciretlik Uygurlarımızda mustaqilchi, avtonomiyachi degan gaplar hali yillar bo'ldi tarqalib yurgili. Ama real hayatımızda muhaciretdagi tashkilotlarning ichida biror tashkilot, mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin va yoki boshqa tashkilotlar bo'lsin, ochiq oshkora biz avtonomiya talab qilamiz deb chiqqanini anglab boqmadik. Yani Xitay bundan keyin, yani shundoq Abdubashirsi ichilgan siri, yani xalqaroning besimiga uchirgan siri Xitay balkim
siyosatini yumshatish, ya'ni ayni vaqtdagi madaniyat inqilobidan keyingi bularniki qaytadan qarab chiqish, ya'ni Pingfen qilgan siyosatiga o'xshash yana bir shundoq bir yumshoq siyosatga kirishimi mumkin deb o'ylaymiz endi. Agar shundoq bo'lib qolsa, Xitoy o'zi yasab chiqqan avtonomiyachilar chiqishi mumkinmi? Cho'qim. Buningki xil-xil uslublari bo'lishi mumkin. Misoliga ba'zi odamlarni tiklab, bularni avtonomiyachi qilib yasab ve avtonomiyachi bo'lsa, Uyg'urlarningki jiq haqlarini berilganligi va ilinganligini deb birdamdi. Ya'ni bunda degan vaqtida mavjud avtonomiya qonunidagi ba'zi moddalarni tamamen icra qilamiz deb söz verdi. Ve şundaqla dini itiqad cihetten, medeniyet cihetten ve bu işqi yerleşiş cihetten, onunki Xitayni asanlık milletlerini kemsitmenler, ayrımcılık qılmanlar deb şunda buyruqlarını düşürüp bunu özgertkili buludu Xitay. Bu bombasıma misalga bu işini hemmisini Xi Jinping ve Ma Chun-Cheng-go'ga atıp koyup 2023'te bularınki yani bir saylama var, partinin saylımı. Belki asla Xi Jinping'ni yo'tkab yerga başkasını koyuş. Ve şunda qilgan taqdirda hem Komünist Partininki inovatini qutqazgan boludu. Hem de bu Uyg'urlarning ko'nglini ağıl boludu. Eğer de Xitoy shundoq ayrı bir liderni tiklab turib, avtonomiyani berimiz degan taqdirda G'arb davlatlar Uyg'urlarni belki şu avtonomiyaga zorlash mumkin. Çünkü sizlar mustaqilni ilish qiyin. Neticede mustaqil nişan bu nihai nişan hamda. Qisqa davrning ichida hal bo'lishma undaq asan ko'rinmayotdi. Gerçi bazıları 3 yılda, 5 yılda shundaq yıllarning arasında azad bo'limiz devadıdı. Bununki ihtimali yo'q bo'lganligini bilmek lazım. Her qanday akıllı joyda adamlar bunu diyemezlik lazım. Davani qildigan adamlar bu ishni bildirgan adamlar qilish lazım. Bir seviyesi, bir an bu bo'lgan adamlar qilish lazım. Ama hozir hamma odam qilyapti hamda. Shunga bir qaylamqanchilikmi mavjud. Yani Xitoy agarda shu avtonomiyani ko'tarib chiqqan vaqtida ham xalqarada qo'llaydigan adamlarni, yani chet elliklarni demakchi, chet el davlatlarni qo'lga tushiralaydi hamda nurg'un Uyg'urlarning ko'nglini olalaydi. Shuning bilan chet eldagi bu tashkilotlar yolg'izlashtirib etgan bo'ladi. Yani izola qilib etgan bo'ladi. Agarda yolg'izlashtirib etgan vaqtida undan keyin Uyg'urlar qo'pib, undan keyin bu tashkilotlarni tillaydigan bo'ldi. Sizlar yo'q bir davoni qilib yurib bizni shunda tez kunda qo'ydinglar. Hozir Xitoy shunda yaxshi. Burun dehşet vahşeti hazır mana yaxshi bo'lib qoldi. Shuningga Xitoy hozirgi siyosati naydi. O'nchilik bizga naydi ko'ngil bo'lyotdi. Biz hozir xalqancha Qashqardan Urumchidan G'o'ljiga bir baralaymiz deb bunday gaplar birlikda taladagi tashkilotni tillaydigan bo'ladi. Agarda buni amalga oshira olsa Xitoy, undan keyin chet eldagi da'vo xili bir yara olgan bo'ladi hamda. Yerimcan bo'lib qoladi. Ya'ni chet eldagi tashkilotlar yitim qoladi demoqchisiz. Shunda yitim qoldirib joylamoqchi hamda Xitoy. Hozir Xitoy misolga Angliyada deymiz, Kanada yoki Avstraliya yoki Amerikada adamlarını tepip o Şarkı Türkistan meselesiga bisim işiltish chetda adamimi tepilmayotdi. Misolga Amerikada bu chiqqan Uyg'ur inson haqlari siyaset dokulatidimi mana Xitoy uchun so'zlaydigan bir odam yo'q. Yani Xitoy shu davlatlarda o'zininki do'stini yutirib qo'yotdi. Xitoy o'zi bu jihatdan o'zi o'ylash lazım. Bunda bir çoğun devletlerden da destek ve qo'llashni alamasa, bu vaqtida avvalgi men degandek suiqasd nazariyasiga tayinib turib, men tehi o'ylab chiqmagan xil uslublarni o'ynaydi deb o'ylayman. Ya'ni Xitoy o'z hokimiyatini saqlab qolishi va bizning zaminni muqim tutib turish uchun qo'ldan nima kelsa shuni qiladi. Rahmat sizga.
Germaniya Baş Ministri Angela Merkel Yevropaning o'zini qo'g'dishi uchun NATOga ehtiyoji bor. NATOning bo'lsa Turkiyaga ehtiyoji bor degan gapni qildi. Bu gapni biz qanday tushunishimiz kerak? Mushuni bo'lsa ko'rurmanlarimizga bir yechib bergan bo'lsangiz. Birincisi Türkiye'ninki oturuyatkan joy. Bu joy naydı stratejik ehemmiyeti boğan bir joy bu. Yani bir toprak. Çünkü 3 kıtağa yiyilalaydıgan ve şundakla bir kıtağa içilse yan bir kıtağını yipitelaydıgan. O otellerdeki darvaz işikler var o pikraydıgan. Yani turnike işiklerge okşaydı. Misal Amerika'ya açkan vaxtıda Xitayga karşı yip etken boludu. Rusya'ya açkan bolsa Amerika'ya yip etken boludu. Ya NATO'ya yip etken boludu. Şununla bu coğrafyanın strateji ehemmiyetinden töpeyli NATO için naydı moyun bir ya. İkinciden bu NATO'nun ki Cenevre kanatı boludu bu. Bu Türkiye ile birlikte nurgun şu vakalar misalga terör vakalarga karşı çıkalaydı bu köşmen meselesini tosyalaydı. Hem de eğer de Rusya, Xitay degandek devletler yükselip şu garbi qarab mansa yana Türkiye Cenep kanattan ulanı tosyalaydı. Üçüncü birisi bu Türkiye'nin ki ermi sanı NATO'nun içinde hem de Amerika'nın kalsa ikinci köplükte Sancet'te. Hem de terbiye cetten yani askeri terbiye yani harbi terbiye cettimi paganlardan biraz üstün. Çünkü disiplin yani imtizam güçlü bir ermisi var. Yani şu sebeplerden tüpeyli dep oylama. Yani jeopolitik, geostratejik bir ehemmiyeti var. Onun için Türkiye'nin ermisinin gibi güçünün boğanlığı. Onun için jeopolitik cetten bir kançı cetten mesela moyun boğaşka bu gapni davatıdır. Eğer de ben diyen nesle moyun boğmagan olsa Amerika mı bu gapni demetti, Germaniya mı bunu demetti. Türkiye mi bu özününki muşu alayetliğini bilgeçke, muşu coğrafyanın ki alayetliğini bir küçke aylandırıp garplıklarla oyun oynavadı. Yani siyasi oyun. Normal bizden davatkan oyun emez. Halkara münasibetteki gem yani oyun oynavadı. Ve özünün menfaatini en köp maksimum deyimiz o en köp şekilde kovdaşka tırışvadı. Xitayning Amerika bilan bo'lgan savdo urushini tezroq oxirlashtirish uchun kuchayotganligi hammamizga ma'lum. Shunga o'xshash Xitoy o'zining haqiqiy iqtisodiy siyosiy krizisini dunyodan yoshirdi va o'zining xalqidan yoshirdi. Bizga Xitoyning hozirgi ahvolini bugungi xalqaro vaziyatga birlashtirib qisqacha analiz qilib bergan bo'lsangiz. Xitoy shu keyingi 40 yilda tuğmay taraqqiy qildi. Bunda 40 yıl terakki kılgan misallar belki köp olmaydı. Amerika mı şu içki uruşudan kinla bir terakkiyatki karap mangan ve Birinci Dünya uruşuğuca Amerika mı hazırki Amerika'daki yükselip çıkan. Ama bu 20 yılın içinde yükselip çıkan devletler mi var tarihte? Misalga Japonya. Meiji Restorasyon'dan kin bir terakkiyat oldu. Misalga Germaniya. Germaniya mı şunda? German birliğine qoğdap qalğandan kin onundaki ulama bir terakkiyatga qarapmandı. Degan terakkiyatim yalğızla iqtisad emas. Bu siyasi, iqtisadi, ticaret, sanat, şu nima felsefe her cihetten bir yükselişke qarapmangan. Xitay mı yükselişke qarap minvatıdı ama Xitay'ınki yükselişi öz vaxtıda Deng Xiaoping'ninki deginidek aldınlığa qarap mang degenni pulga qarap minla degen. Yani Şanşenkan'da. Şununla Xitaylarınki yükselişi ebeki men degendek başka manevi cihette bir yükseliş bulamadı. Aksine cemiyetteki bir ahlaki çöküşme var. Cıq tuyuvatımız Xitay'daki o ahlaki ahvallar misalga birisi yıkılıp düşse yölmeydiğen, yölüse isilip aldığan,
yoki shu dunyoda oz ko'ringan bir ahvol. Xitoylar shu minayotgan mashinaga o'zini urdigan yoki tug'an mashinaga o'zini urib, ondan keyin bir nimalarni talab qildigan. Birisi urib o'ldirilsa o'likmi qarab qo'ymay mangdigan. Mishlar bir ahvollar bor. Shuningga bu Xitoyninki ma'naviy jihatdagi, bu madaniyat jihatdagi, kultur jihatdagi bir ojizligidan tufayli Xitoyninki shu yumshoq kuchi, ya'ni soft power'mi night ojiz. Shuningga izlab topolmay Ko'ngizning ideyasini chiqib dunyoga to'ntiryotdi. Aslında Ko'ngizninki ideyasi bu 2500 yil avvalgi bir ideya. Bugungi bu taraqqiy qilgan zamonaviy bir davlatlardan tashkil topgan bir dunyoga tushmaydigan bir ideya aslında. Ammo Xitoy zo'rlab buni to'ntiryotdi. Buningki maqsadi, hamda nima deb zo'rlaydi deganda, buning maqsadi ya'ni Xitoyninki yuksalib chiqqan ahvolini butun dunyo tonilsin va qabul qilsin deydi. Chunki Ko'ngizning ideyasi mushtaq bir ideya. Yani feodal cemiyetninki diktatörlük hakimiyetini qo'g'daydigan bir ideyadir o. Ama o ideyaninki mo'yim qismini biz tashlab qo'yib, ko'parak o shakal tarafni chiqaroq bilamiz. Nima deganda Ko'ngizda tatliq gap qilgan. Urushmayli, so'qishmayli, bir-birimizni yaxshi ko'rayli, hurmat qilayli, inoq o'tayli, ondan keyin yaxshi musiq anglayli, yaxshi tango o'ynayli degandek ritual, yani bu qoida usullarga bog'lab turib, bu qoida usulga moslashmagan odamlar eski odam deb tushundirgan. Buning sababi abaqiman degan diktatörlük hakimiyetini, podshohlik hakimiyetini qo'g'dab qilishdir. Yani xalqlar isyon qilmasin deb. Hozir bu mantiqini xalqaroga ishlatishga tirishyapti. Xalqaroning 2 qismi demokrasi tüzümge ötep ketdi. Bularning ichida ba'zilari buni demokrasiyani qimmat qarash deb ko'rdi, ba'zilari bu boshqaruv sistemi deb ko'rdi. Mayli nima ko'rsin, demokrasiya bilan boshqaryapti. Xitoyninki bu yumshoq kuchi, bu nima g'arbninki bu xil ko'z qarashga, ya'ni qimmat qarashga xilof. Bularning orasida bir ziddiyat bor. Shuningga buningdan keyingi ahvolga qaraydigan bo'lsak, shu yumshoq kuch jihatdan bo'libmi, shu ideologiya jihatdan urush jidallar paydo bo'ladi deb o'ylayman. Burun bir konu ideologiya bordi, kapitalizm va kommunizm. Hozir hamda shu erkin dunyo bilan shu nima yipiq dunyo, ya'ni Xitoy orasida bir kurashlar bo'ladi deb o'ylayman. Bu iqtisodninki kuchlanishi bilan Xitoy armiya kuchini kuchlantirib oldi. Va armiya jihatda bu nima deymiz, modernizasyon, ya'ni zamonaviy qurollarni ishlab chiqarishda tezlashdi. Bu kuchi bilan o'zininki shu iqtisodiy va tijoriy manfaatni qo'g'dayotdi. Hammamiz bilamiz, Xitoyninki mollari butun dunyoga sotilyotdi. Xitoy tijoratchilar, o'qatchilarni dunyoning hamma yeriga beryotdi. Bularninki bunun bilan birlikda iqtisodiy va tijoriy xavfsizlikni qo'g'dash uchun armiyalarimi shu yerlarga kelishga kerak. Bo'lmasa buni qutqizish biroz qiyin bo'ladi. Shuningga Xitoy armiya kuchini shu Osiyo Tinch okeanidan Hind okeaniga hozir shu O'rta dengizgacha kelyapti, hamda Qizil dengizdan o'tib. Oxiri berib shu Atlantik dengizlarga erishish lozim. Hozirdan boshlablar Shimoliy qutblarga berib, u yerda bir o'rin olaman deb, joy olaman deb tirishyapti. U yerda kelgusindami cho'ng davlatlarningki xili bir jidal bo'lgan bir yerdek turdi Shimoliy qutb. Yani Xitoyninki armiya kuchininki yuksalishi bilan birlikda qo'shni davlatlarni ansirashga soladi. Va bu o'zininki iqtisodiy tijoriy manfaatini qo'g'dayman deb ba'zi davlatlarningki ichki ishlariga qo'l soladi. Bütün shu bo'lgan voqealar Xitoyninki shu xalqarodagi obrazini buzib qo'yish mumkin. Chunki o'zininki shu iqtisodiy va harbiy kuchiga tayinib turib, xalqlarni bo'zaq qilyapti deb.
Xitay onundan ki şu Tayvan'dek Senkaku aralı yani Diaoyuda aralını meniki dep islivilişi ve ulağa diveyleş ve şundakla roketini aşlağa karta orunlaştırıp yani yerleştirip kılışıma halkıranın ki Xitay o körüngen da külüp turduğan insanlara ziyan vermeydiğen mülayim manda bir Xitay emesliğinin o nimisini obrazını sızvadı da köstüvadı. Şununla bu halkıra Xitay kelgüsünde nemiş kılmakçı degeni mölçerlep kılanmıgaçka Xitay mı ulağa degen geplerine köpü yağan boğaçka ki yağan gep kılış Xitay'nın ki siyasi medeniyetinin ki bir alaydılığı. Bu bir marifet, bir hüner Xitay için. Ama bu Garip dünyası için olup mu şu semavi dinle bolsa, mesela Yahudiler, Hristiyan bolsun, Müslüman bolsun, bularının dini de yağan yapılışın çekligeçke ular yağan gepini tolu demeydi ama Xitay tolu deydi bunu. Kin Xitay'nın bu hususiyetime dünyada bilinir, hazır bilinivadıdı. Yağan gep koyup yüzünün ki işini kıldığan. Buma Xitay'nın ki obrazını bozduğan bir ahval. Yani bir ahval misalga Xitay'daydı, halkara kanunga boysunaylı, onu qoğdaylı davadıdı. Bolup mu Birleşken Devletler Teşkilatı bu ramkısında çıkargan kanunlar olsun, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki fonksiyası olsun, bunu qoğdaylı deydi. Ama Filipin degen devlet Xitay'ın şu deniz meselesinde, deniz çıgıra meselesinden tüpeyli, bunu halkara nimige sotqa berip, halkara sotda Xitay'ını eyüpligen boldu. Ama Xitay deydi, ben tonumayman ona deydi. Onundan ki misalga 1984'te İngiliz bile mavu Xitay, Hong Kong hakkında bir deklarasyon yani bir hitapname ilan kılgan. Yani üyede Hong Kong'daki ahvalı 50 yıl özgermeydiğanlığı, Hong Kong'daki alaydı, salaydı 50 yıl qoğdandığanlığı ve şundakla bu alaydı bir orun boğaşka İngiliz ve kalan devletler Hong Kong bile alaydı münasebet kuruş kuralaydıganlığını yazgan hem bir devlette işki tüzüm 50 yıl devam kılıdı dep. Ama bunu Xitay bunu mu tanımadı? Buna bir imza koygan bir kağız go dep aşında düşendirdi. Halbuki bu hitapname Birleşken Devletler Teşkilatı'nda tızımıga aldırgan bir hitapname. Yani halkara kanun salaydığı ilgi bolgan bir hüccet. Bunu mu tanımayman deydi. Ötken hepde Hong Kong Amerika meclisinde Hong Kong'nın ki kararı çıkan ve şundakla Prezident Trump'nın imzası bile bu kanunga aylandı. Xitay bunu mu tanımayman deydi. Yani muşu halkara kanun ve kilişimlerini tanımayman degen takdirde misalga başka devlet mi Xitay bile imzalaşkan bazı hitapnamelerini deklarasyonunu, muşlarını mı tanımayman deysici. Xitay kanda ters günde kaladı. Aşılarını mı oylaşmay, aşında kakşap, vakırap, bütün günah, hemisi hakta, yüzünün ki bir kılcılık günah yok. Digendek muşu pozisiya, nurgun devletlerine rahatsız kıldı. Yani jığıp kelgen çağda Xitay bu xil siyasetine, jığıp kelgen siyasetine eğer de devam kıldığan bolsa, bu vaqtida muşu Garp bile Xitay'nın arasında bir soğuk jangga okşaydıgan aşında bir uruşlarma buluş mümkün. Soğuk jang, soğuk uruş. Tabii Xitay muşu jangga tayarlık kılış için çokum özününki şerik devletlerine tepiş lazım. Hazırca onunki şerik devletinin birisi muşu Rusya, birisi muşu Pakistan. Başka devleti mi yok onunki dostu. Eğer de Amerika Rusya'nın öz tarafı tatıvasa Xitay yalğız kalgan edi. Öz vaqtida 1971-72'de Amerika Xitay'ını özünün yeniği tatılıb Sovyetlerini muasırığı ilişkette ve şu Sovyet armiyasının Afganistan'daki
ahvoliga qarshi bir ittifoq qurgan gap. Strategiya ittifoq. Ve şu Afganistan'dan çekilip gitişinin sebebi mi oldu şu Xitay'nınki Amerika bilan hamkorlik qilish. Agar erta gün Amerika Rusya hamkorlik qilib qolsa, vaqtida Xitoy mana shu ahvolga tushib qoladi. Shuningga Xitoy men deganlarni Xitoymi bilyotdi, ama Xitoy shu 100 yil avval biz bozak bo'lgan, endi kuchlandik, bozak bo'lmaymiz deb biraz dahungay, biraz bir poğaçılık bir hali var. Bu halden düşemevadıdı ve özgertemevadıdı. Bunu nereden düşünmemiz degende, mesela Amerika-Xitay arasındaki soda uruşu aslında ticaretinin bir ahvalı. Yani ticaret degenin şu bağısında ve işlep çıkarış cetteki maliyet cetten hemmisinin talaşlar çıkılıdı o bu. Kaşgar'daki mal bazarında boğandaklı bir ahval. Yani sözlüşüdü, kilişe mesela birisi kilip, kiliştirip koydu. Aşında bir adli bir ahvalnıma bir milli gurur aylandırıp aldı Xitay. Biz bundan imkan tonusak, bizimki itibarımız yo'qolib ketdi, inovatimiz tushib ketdi ve şundaqla öz vaqtida Amerika Japoniyaga mashina qilgan, Japoniya teslim bo'lgan, shuning Japoniya hozirgacha bizning iqtisodini o'ngshamayotdi degandek, shu bano bilan qarshi chiqyotdi. Shuningga bu iqtisodni yaxshi bildigan ve tashqi siyosat, diplomasiya deganni yaxshi bildigan odamlar hozir Xitoyda pek ko'rinmayotdi. Bular chetga qiqildi. Nerede shu qo'rqmayli, qarshi chiqayli, hech nima bo'lmaydi. Amerika biz bilan necha urushgan uturvetdi-ku deb, shu Koreya urushini, Vietnam urushini deb. Ashuna bir gaplarni deganlar hozir Xitoyninki shu jamoat fikrini tashkil qilyapti. Shuningga bu Xitoy bunda davom qilaversa, tez kunda qoladi ve bu xil tez kunda qilishi Uygurlarga bir chet eldagi Uygurlarga bir foydasi bo'ladi, davo uchun fursat yaratadi. Ama Xitoy bu fursatni bermaslikka tirishadi, ama Uygurlar bir hushyor turish lazım. Hozir ittifoq qilishninki vaqti, birlikda davo qildigan vaqti, herkesi o'zininki tashkilotini oldi planga qo'ydigan vaqt emas. Tashkilot davo uchun xizmat qildigan organ. Eğer de bu dava qilmaydigan organ bo'lsa, bu tashkilotni tashlash lazım. Hozir hamda muhim dava bo'lyapti, ama tashkilotlar ko'paygan sari tashkilotlar hammasi o'zining tashkilot manfaatini qo'g'dayman deb, tashkilotning inovatini, salohiyatini ko'tarib chiqyapti. Bu bir xato bir tushuncha. Shuningga buni tuzib, hozir birlikda ishni hal qildigan vaqti nihoyatda qiyin, nihoyatda bu kritik risklar ko'p bo'lgan, shu xatarliklar ko'p bo'lgan bir davrga kiryapmiz hozir. Yaqında Qozog'istondagi qozoq qarindoshlarımızın vatanimizning shimolini Qozog'istonga qo'shib olish g'arizi bor deyilgan bir parcha xarita ijtimoiy tor vositalarida keng tarqaldi ve muhaciratdagi Uyg'urlar orasida cho'ng g'ulg'ula qo'zg'adi. Xalqaroning diqqati Uyg'urlarga tortilayotgan shunday bir paytda bundaq bir ahvolning ko'rilishini qanday tushunamiz? Bu ahvolni Qozog'istonning qora niyati deb tushunish to'g'rimi? Bunun o'tirg'i chiqishining bugünkidek vaqtda kimlar uchun zarur ekanligini ilmiy usulda bizga bir tushuntirib bergan bo'lsangiz, biz bu masalaga qanday muomala qilishimiz kerak? Aslında her devlette shunday milletçi takımlar bo'ladi, milletçi guruhlar bo'ladi. Qozog'istonda mı shunday odamlar bor? Yani Qozog'larning yaşayan her yer Qozog'iston deydigan. Bu nimada Kore'de, Janubiy Kore'de mi bor bu? Misalga Janubiy Kore'de mi harita, şu milletçilerninki haritaları var. Şu Janubiy Kore'den Xitoyning shimoli, Moğoliston ve Sharq Turkiston, O'rta Osiyo, Turkiyaga Kore'ninki yeri deb ko'rdiganlar bor. Bunda harita mı bor? Misalga hozir şu bazı Kürtlerning sizgan resimler var. Misal Türkiye'nin yerimini
İran'ın 20'ni, Irak'nınki köp yerini, Suriye'ninki köp yerini sızgan Kürt devletinin haritası mı ba? Misalga İran'ninki çoğ İran deydigan bir ideyası ba. Bu bolsa tarihte Sasaniler, yani bu milattan keyin 3-cü əsrdən 7-ci əsrgacha qurilgan bir devlet. Muşu devletninki hakim bolgan zeminin hemmisini muşu İran'ninki deydigan. Hazır bu harita sızış çok bir niyetinin, bir köz qarashının yoki bir ideologiyaninki bir ahvoli deb ko'rsak bo'ldi. Ama o bir esas bir siyasetga aylanamdı. Misalga Türkiye'de Türkçülükler var. Ama Türkçülük hareketi şu Türkiye'ninki devletinin asas siyaseti bolup bakmagan. Gerçi Xitay ve Xitay mutaxassislar şu pan-Türkizm ne kötürep çıkıdı, pan-İslamizmni Türkiye muşunu kılıvadı deydi. Aslında pan-Türkizm 10 yıllık bir güç kazanığını yok dedi Türkiye'de. Şununla bu devletininki asası bir siyasi ikim bolamıgan takdirde bence çoğun bir mesele çıkmaydı dep oylaymandı. Çünkü köp devletlerde boğaşka bir ahval. Her gün Uygurlarımı sız bakıdı dedi. Yani Uygurlarınki irişken yerlerge sızalaydı. Misalga Uygur devleti şundakla 9 Oğuz devleti deydi. 9 Oğuz'unu sanaydıgan bolsak, misalga 11. əsrdə bu Anadolu'da devlet kurgan bu Selçuklular var. Otur Şərq, Anadolu bir imperiya kurgan. Misalga ulanınki nimisimi kilip çıkışıma 9 Oğuz. Misalga şu Abbasi'ninki vaxtıda Mısır'da bir devlet kurulgan. O Memluklar deydigan. Misalga ulanınki yıldızıma 9 Oğuz. Yani eğer de bazı Uygurlar muşnuğımı tayinip durup Moğolistan, Şərq Türkistan, Orta Asya, Türkiye, Mısır'ca sızalaydı bu nemde. Ama bu sızgan bile aşına bulamdı. Bu siyasetine emelge aşırış için seninki şaraitlerin toştu mu? Bununki bir esasları teyya mı? Yani nurgun meseleler var, yani onda asan bulmaydı. Turancılık ve Türkçülük mü körüngen, bilingen bir ikim. Ama hazır ciddi onda bir neslenin olmaganlığını görüyoruz. Şunun Kazakistan'daki bazılarının ki bunda resim sızışka bir ehemmiyet bir işine hacet yok dep oylayma. Fakat bu neçə yıldan biri banesdi bu. Ben ta 10 yıl evvel bu haritalarını kögemen. Ama niçin hazır teşbih çıkıdığı diyen vaxtıda belki bir məqsədlər buluş mümkün bunu kötürüp çıkanlarının ki veya bu bilmeyi kötürüp çıkanlarının ki aksıdaki adamların nime məqsəd bolğanlığını bu hazır düşenmek biraz kıyın ama hazır şu davanın ki Uygur davasından hazır Şərq Türkistan davasına aylanıvatkan bir peytde hem de bu Amerika olsun ve Garp olsun Şərq Türkistan meselesini devatkan vaxtıda Uygur ve Kazak ve şundakla Türkiye tılda yapıldığan Müslümanlar da bunda ataydığan oldu. Yani bu Uygur, Kazak, Kırgız, Tacik, Özbek bunlar hemmisi bir ittifakның işçiге ya da bir ittifaklık bir yolda minvatkan ceryanda Kazak Uygurlarının arasında cidel çıkırışınınki niyetime buluş mümkün dep oylayma. Yani davanı bir acizlaştırışta bir rol oynavatkan boz gerek. Ama arka plan, arka perdede kim bak, kim yok hem de onu yaxşı bilmeyeceğke yalğızla tahmin kılıvadım hem de. New York Vaqt Geziti qatarlıq dünyadaki dağlıq medialar Xitayning Şərq Türkistan'ı yürgüzüp atқан siyasetiga aloqador paketlarni oshkorlagandan keyin Germaniya Tashqi ishlar ministri Heiko Maas bayonot e'lon qilib, Beijingni jazo lageri masalasini oydinlashtirishi, xalqaro kishilik huquq qonunlariga rioya qilishi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi hay'atlarning Şərq Türkistan'da erkin ziyorat qilishiga to'salg'u bo'lmaslikka chaqirdi.
Başka devletlermi bu çakırıqqa ovoz qo'shyapti. Endi sizdan so'raydigan savolimiz. Xitoyning buningga qo'shilishga majbur bo'lish ehtimolligi bormi? Agar qo'shilib qolsa, o'z qilmishini yoshirish uchun nimalarni qilishi mumkin? Biz Xitoyning yolg'onchiligini uzil-kesil oshkorlash uchun yana qanday xizmatlarni qila olamiz? Agarda Xitoy bu chaqirishga ma'qul degan taqdirda Xitoyning o'zi rasvo bo'ladi. Va Kommunist partiyaning Xitoyni boshqarayotganligimi gumonli bo'lib qoldi, ya'ni shubha bo'lib qoladi. Shuningga mencha Xitoy buni qabul qilmaydi deb o'ylayman. Bo'lmasa Kommunist partiyaning inovati to'kildigan gap. Bu to'kilish yolg'izla xalqaro to'kilish emas, Xitoyning ichidami to'kiladi. Va shundaqla ichidagi xalq va shundaqla hokimiyatga ko'zi bo'lgan, niyati bo'lgan odamlarmi bu yerda yana boshqa bijidanlarni chiqarish mumkin endi. Shuningga bu biz xato qilmadik degan ideyada, degan bu niyatda turdi, mahkam turdi deb o'ylayman. Ammo yolg'on o'yinlarni o'ynab turib, misolga lagerni kostyuman deb tayyor ekelgan artistlarni o'ynatib qilgandek u odamlarni yig'ib to'plab xalqlarga ko'rsatib, ashula ko'z bo'yayman deydiganni qiladi, hozircha qilyotdi. Aslida Xitoy davodida biz necha ming odamni akilib ko'rsatdik, hammasi yaxshi gap qildi davodida, ammo hammasi emas. Misolga 1000 odamning ishida bo'lib qolsa, 4-5i Xitoyparast qilib, Xitoy tarafda bo'lib olib, Xitoyparast bir narsalarni yozyotdi. Ammo 995 odamlar yozmayotdi va yozganlar bo'lsa-mi, Xitoyningki u yerda ko'rgan Xitoyning qilmishliklarini to'nib bilgachga uni tanqid qilyotdi. Shuning hamda bunda bir paytda Xitoy texmi bir yolg'onchilikni qilishga tirishidi deb o'ylayman. Yana g'arbliklarni yana aldayman deb tirishidi. Xil-xil uslublar bilan. Ammo bu aldamchilik davom qilgan sari g'arbliklarningki sabrimi to'shab ketadi hamda. Sabr qilmaydi hamda bu Xitoyga. Chunki bu g'arbliklar uchun bir nima emas, ya'ni bir dushmanlik yoki bu nima manfaat talash masalasi emas. Ya'ni bu qimmat qarash masalasi. G'arbliklar agarda g'arblik bo'lgan bo'lsa va shu keyingi 500 yilda dunyoningki madaniyat jihatdan, texnologiya jihatdan, ilm jihatdan yetakchilik qilgan bo'lsa va g'arb bo'lgan bo'lsa, buning yanida eng muhim narsa bo'lsa, shu qimmat qarash. Bu qimmat qarashni yutirib qo'ygandan keyin g'arblik bo'lamaydi hamda. Shuningga g'arbliklar buni qo'g'dashga tirishidi. Gerçi bir tarafda Xitoy bilan bo'lgan savdo, iqtisodiy bu tijoriy munosabatlar, manfaatlar yana bir jihatdan bo'lsa, shu qimmat qarashlari bilan bir zidlikning ichida Xitoyga qarata bir siyosatni ilib beryotdi. Shuningga bu g'arbliklar ba'zan jim turilyotdi. Misolga keyingi shu 20 necha yildan beri Xitoy bilan inson haqlari dialogi botdi. Bu dialogni qilyotdi, ammo matbuotlarga dapamigashga nima dedi, nima demaganligini yaxshi bilmaymiz hamda. Ammo berib kelgan, biz bilan suhbat qilgan ba'zi davlatningki muhim odamlari bor. Ularningki degini qargan chaqda shu inson haqlari degan vaqtida Xitoy en başta o'zining inson haqlari borligini deydi ekan. Undan keyin demokrasiyami bor bizda deydi ekan. Qaysi desa, undan keyin o'zi bilganini deydi ekanda. Misolga inson haqlari degan vaqtida biz uningki yashash haqqini beryapmiz. Taraqqiyot haqqini beryapmiz. Bu inson haqqi davlatida. Bu g'arbningki inson haqqi bilan hukm bilan tamoman bir aloqasi yo'q narsa. Chunki insonningki yashash haqqini Alloh beryapti deb biladi. Taraqqiyot haqqini o'zi tirishib qiladi. Bunda haqlarni hammasini Xitoymi beramdi? Ammo g'arbliklar unda demaydi. G'arbliklar deydi, butun inson tug'ilgan namat hammasi teng barobar deydi.
Teng beraber buldu ama tırışkanla kazanırdı, tırışmağanla kazanamaydı deydi. Ondaqda ma kişiге bağlanğan buludu. Ama şunda bolğan taqdirdimi? İnsan bolğaçqa insanlık chetdan bir-birisini hürmet qilish lazım deydi. İkinciden insanlar hayvan bilan farklı deydi. Ularninki aql ba, men va. Onun bilan tefekkür qiladi, tushunadi va fikrni o'tirib qo'ya oladi. Aqli bo'lg'achqa to'g'ri xatoni topadi va to'g'ri yo'lda mengishga fikr bera oladi. Yoki xato yo'lda mengib qolgan bo'lsa, tanqid qila oladi. Bu ifoda erkinligini berish lozim. Birisini tanqid qilib qolsalar, bu cho'qim terrorist deb so'lash bu to'g'ri emas deydi. Ammo Xitoy ta'tirga. Men seni terroristga o'xshatdim. Yoki sening degan gaping aylanib terrorizm bilan aloqa bo'ladi deb seni so'layotdi. Ya'ni hech ish qilmay turib, ya'ni hech bir amaliy bir ahvol bo'lmay turib seni so'lay oladi, ammo g'arbda uni qilolmaydi. Ondan keyin bu hokimiyatlar ba'zan xato qiladi. Jamiyatdami ba'zi xato ishlar bo'ladi. Bu matbuotning erkinligi inson haqlarining ichiga kirdi. Bunun bilan birlikda muhitni qo'g'dashdan shu bu iklimni qo'g'dash chetda hammasi shu inson haqlariga kirdi. Ammo Xitoyda bunlar yo'q. Shuning deydi Xitoylar shunday narsani 1 soat, 3 soat anlatgandan keyin bu dialog yig'imi tugaydi deydi. İkinciden o'sha Tibet va Uyg'urlarninki inson haqlari degan gapni ichib bo'g'icha Xitoylar deydi bu gapni desanglar biz qolib ketamiz deydi ekan. O'rindan qolib ketamiz, chiqib ketamiz deydi ekan. Shuning bilan bu g'arbliklar bular chiqib ketmasin, ya'ni hech bo'lmasa bir shu chetdan bir azroq bo'lsin bir suhbat qilib olsakmi mayli deb ajda tirishqashqa Xitoyga bek ko'p taviz berganligini da'vatidi. Yani yig'ib kelgan chaqda shu keyingi 20 necha yildan beri nurg'un shu Yevropa va Amerika davlatlari Xitoy bilan shu inson haqlari dialogini qilgan. Ammo natija yo'q. Demak, Xitoy undaq o'ylangan bir Xitoy emas. Ya'ni Xitoyninki po etayotgan madaniy, tarixi uzun va insonlikqa xizmat qiladigan insanlıklarının takdirini oylaydigan, bu takdirini teng beraber ve şundaqla ortaklaşış için müşta bir cemiyetini kurup çıkış degandek şu gaplar hammasi bekor bir gap bo'ladi. Shuningga Xitoyni yaxshi tonigan davlatlar asta-asta Xitoydan yiroqlashyapti. Va Xitoyning bunda degan gaplarga bakma ishinib ketmayapti. Shuningga Xitoyning do'stlari azib ketbardi. 10 yil avval o'ylab baqayli Dünyada Xitoyning do'sti bek chiqdi. Hozir bag'an siri azayib ketbardi. Shuningga bu Xitoyningki bu g'arb davlatlarininki bu chaqirishga yan ko'z bo'yaydigan bir ishlarni qiladi va o'zini o'zgartmaydi deb o'ylayman. 3 dekabr Amerika Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Demokratchilar partiyasi 221 bilet, Cumhuriyetçiler partiyasi 185 bilet ve boshqalarning 1 bilet tashlashi bilan jami 407 biletga erishib zo'r g'alaba qozondi. Amerika kishilik huquq qonun loyihasining Amerika Avam palatasidan to'liq ovoz bilan o'tishi Xitoyni qattiq bearam qilgan bo'lib, bilet tashlash oxirlashib 20 soatdan keyin Xitoy bayonotchisi Hua Chunying bunga qarata norozilik bayonoti e'lon qildi. Uningdan boshqa 12 soat ichida Xitoydagi barliq axborot o'rinlari va har darajalik hukumatlari norozilik bayonotlarini e'lon qilgan bo'ldi. Uyg'ur kishilik huquq qonuni rasmiy qonun bo'lib bekitilsa, buning vatandagi va chet eldagi barliq Uyg'urlarga ko'rsatadigan ta'siri qanday bo'ldi? Bu qonunning asosiy mazmuni nimalarni o'z ichiga oladi? Agar bu qonun bekitilib qolsa, bu Uyg'urlarning o'rtaq nishoni va oxirgi maqsadi bo'lgan mustaqilligimiz uchun foydalimi, ziyonlimi? Bu qonun agarda shu icraat qilingan taqdirda undaqda shu Xitoy bilan bo'lgan munosabatida yana bir Xitoyga inson haqqi bisimini ishlatadigan bir qonun bo'lib chiqadi. Ba'zi qonunlar bek cho'ng rol o'ynay oladi. Misolga
79'nın 4. ayda şu Amerika'nın kongrede Tayvan bilen münasebet kanunu degan bir kanunu çıkargan. O kanundan tüpeyle Tayvan hazırgıca müstakil yaşavadıdı. Yani Amerika iktisat cetten, ticaret cetten münasebetini kuruş bile birlikte, şu medeniyet kültürüyle birlikte ve Tayvan'daki xavfsizliğinin qoğdunuşunda Amerika yardım kıldı degan gap var. Şununla şu 1995 ve 96 yıllarda şu Xitay Tayvan'a şunda tehdit sağlagan vaqtida roketlerini urup Tayvan boğazıga kılvatkan vaqtida o vaqtidagi Prezident Clinton iki şu uçak gemisini eşek evetken. Bu uçak gemisi degan vaqtida yalğızla bir kema emas o. Yani 5000'dan 8000'gacha adam bor u yerda. Onundakin denizninki üstüde, onun etrafında 6'dan 8'gacha jang kemisi var, hücum gemileri var. Bunundakin denizning astida deniz astı gemiler var. Yani jig'ib kelgan chog'da bir uçak gemisi, bir armiya degan gap. Bir ordu degan gap. Şununla iki ordu evetdi degan gap. Aşı vaqtida Xitoy tushundi. Amerikanınki ichki qonuni chet eldimi ishlatkili bo'ldi-ki deb. Çünkü Clinton o vaqtida unmismi mecbur qoladi. Çünkü bu kongreden chiqarib bergan bir qonun. Bu misal bilan birlikte Uyg'urlarga kelsak, Uyg'urlarning bu kanundaki mazmunlar esasen şu Uyg'urlarningki inson haqlarini qo'g'dab qilish bir maqsadi bilan yozilgan ve nurg'un Sharq Turkistonda qilingan zulmlar ve zalim siyasetlerge misalga berib turib ve Xitoyga qarata bir jazolantirishni talab qilgan. Misalga Prezident Trump Xitoyga qarata şu Uyg'urlarningki inson haqlari dafsanda qilingan taqdirda onu tanqid qilish. Bunu tanqid qilmasa bu qonunga xilof bo'ladi. Yani birisi şu Sharq Turkistonda şu zulüm qilgan amaldarlar var. Bu da o nimada qonunda ochiqla ismnoma bergan gap. Yani Xitoy Politbüro a'zosi Chun Changu. Bundaq qatorliq adamlarga jazo berish. Ularning Amerikaga kelamasligi, Amerikada pul saqlamasligi, ularning bolalari Amerikaga kiramasligi degandek. Ular bilan munosabatlik bo'lgan shirkatlar Amerikaning shirkati bilan munosabat quramasligi ya da Amerika bozoriga kiramasligi va dollar bilan tijorat qilgan chog'da uni qanday cheklash chetdan mushtaq nimalar bor, bisimlar bor. Ondaqda Xitoyningki Sharq Turkistonning amaldorlari qatorliq degandan keyin misolga bu qolgan shu nima bilan Urumchi hukumatidagi boshqa amaldorlarga bu yerda jazo uchraydi degan gap hamda. O qatorliq degan vaqtida balki texmi uni kengaytiradi. Misolga bu maxfiy hujjatlar o'tirib chiqqan vaqtida Zhu Hailong degan birisininki vahşi ve dehşet bo'lganligini ko'rsatdi. Misol Zhu Hailonglarmi qachamaydi bu ishdan. Zhu Hailong degan bir parxordi bu. Mayli nimada Xotanda bo'lsin va boshqa yerlarda amaldor bo'layotgan vaqtida yemigan para qolmagan, olmagan pul qolmagan va nurg'un Uyg'urlarmi uning bilan bo'lgan munosabatga ishinib turib, şu lager meselesinde o'zini qo'g'dayman deb qolgan, ama şu Uyg'urlarni Zhu Hailongga ishongan, Zhu Hailong bilan aloqasi bo'lgan şu Uyg'urlarning hammasi desak bo'ldi, şu lagerga ketgan. Yani shunday bir Zhu Hailongni aslında Xitoy uni jazolantirish, jazo berish lozim unga. Chunki parxo'rlikning eng cho'ng'iti bu. Ama Uyg'urlarni dahshat ezgashga, dehşet sömürgeçke, izdirap çektirgeçke, bu Xitoy merkez hükümeti bunu yaxshi kadri, yaxshi amaldorda ko'ryapti. Ama Amerika'nın ve G'arblarninki nazarında bu onda adam emas. Jazo berildigan adam.
İnşallah bu günlemi kep qilish mümkün. Çünkü bu chiqqan maxfiy hujjat ular bundan keyin texmi jiq hujjatlar chiqib kelishi mumkin. Texmi maxfiy bo'lganlar. Bular chiqqandan keyin bular Xitoy amaldorlarini, Sharq Turkistondagi amaldorlarini mushu xalqaro sotga olib borib sotlaydiganga bir delil bo'ladi bular. Bular savchiga beradigan bir delil deb ko'rsak bo'ladi. Bu jihatdami muhim bir taraqqiyot deb o'ylayman, ya'ni bu mazmun jihatdan. Undan boshqa bu Sharq Turkistondagi ba'zi shirkatlarni jazolandirish. Bu Bingtuanninki shirkatlarga dahil 28 shirkat Xitoyninki. Ularga jazo berish masalasi bor. Ularning ishlab chiqargan mallarni Amerikaga akirishninki bir xato bo'lganligini ve kirgizmaslikni talab qilgan ahvollar bor. Undan boshqa eng muhim bo'lgan shu tashqi ishlar ministrlikda bir Uyg'ur inson haqlari ofis, ya'ni bir ishxon qurilishga majbur. Bu ishxonda nurg'un odamlar ishlaydi hamda. Bu ishxondagi bu kishilar mayli kim bo'lsin, bular hamda shu mayli mamlakatning ichidagi ahvol, mayli sirtdagi ahvollarni ta'kib qiladi. Nimishga ta'kib qiladi deganda bular kongrega, shu qonunni o'tirib chiqargan kongrega, majlisga doklad berishga majbur. Bu dokladni yozgan vaqtida buningki chora tadbirlarini yozadi. Bunda qilish lozim, unda qilish lozim deb tavsiyalarni berdi. Bu tavsiyani hamda shu ikki majlis ular ko'rib, ondan keyin hukumatga tavsiya berishga tirishdi. Hukumat hamda ashning qarab hamda ijroat qilishga majbur qiladi. Yanıla shu ofis Uyg'urlar uchun bir foydali tarafi bor. Bu bo'lsa, Uyg'ur davosini ilib berayotganlar bundan keyin Amerika hukumati bilan bevos diyalog quralaydigan, bevos aloqa quralaydigan bir ishxon qurildi. Bu ishxon bilan Amerika hukumati bilan mayli qayya bo'lsin, kongre bo'lsin, hukumat bo'lsin ve başka yerler bo'lsin, mesela bir irtibat kurduğum mesela bir yemi payda oldu. Bundan keyin yerim kechi bo'lsin, soat qancha bo'lsin, bir voqea bo'lgan chaqda darhol misha bilan aloqa qurib bir ishlarni hal qildigan bir foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Misoliga chet elda Uyg'urlar yashayotgan davlatda, o davlatninki hukumati agarda misoliga gunohsiz bir Uyg'urni Xitoyga qaytirib beradigan ahvol bo'lib qolsa, Amerika o davlatninki odamlarni kim qilgan bo'lsa, ashunima jazo beradigan ahvollar bor. Yana birisi shu Trumpga shu lagerni yepitishning tavsiyasi bor. Ya'ni bu Trump bunu deyish lozim deydi. Yani yepitish lozim deb. Ve shundaqla yana birisinde shu Uyg'urlarning Amerikada yashayotgan Uyg'urlarningki xavfsizligi ve shundaqla ularningki urug' tuqqanlarning xavfsizligini qo'g'dashimi yana shu qonun bilan qo'g'danadi. Yani yig'ib kelgan chaqda Uyg'urlar 49dan keyin chet elda ilib berayotgan xalqaroda ilib berayotgan da'voninki eng yuqori pallaga kelgan bo'ladi. Bundan keyin texmi buni yaygınlashtirish lozim. Belki ba'zi davlatlar Uyg'ur inson haqlari siyosati degan qonunni chiqarish qiyin bo'lishi mumkin, ammo ularga shu Magnitsky qonunni tavsiya qilish lozim. Ve bunu g'arb davlatlar, ko'p davlatlarga qilingan taqdirda Sharq Turkistonning amaldorlari va Xitoyning amaldorlarini sotlaydigan bunda imkonlarmi paydo bo'ladi. O'ylash baqayli, nurg'un shu g'arb davlatlarda agarda shu Magnitsky qonunini qabul qilingan taqdirda Xitoy amaldorlari qaysi davlatlarga bora oladi? Borgan davlatda balki tutilib qilish mumkin. Yani Xitoyni shu xalqaroda yolg'izlashtirish chetda nayta bir cho'ng bir foydasi bor.
Şununla hazır kurultay bir qancha devletke жүгіріп Ulağa muşunu Magnitsky'nin hiç olmasa Magnitsky'nin kanununu bir çıkarsanlar. Hazır Amerika'nın ki Uygur insan hakları siyaseti kanunu dekmişler kanunlama çıkaralamsızlar deb onuma tomollarını yoklavadıdı ve görüşüp kılıvadıdı. Eğer de her devletlerde bunu kılalığan takdirde Uygurlarının ki chet eldeki faaliyetinin ki yukarı bir seviyeye ve şundaqlı bir güç kazanğanlığını ve bu güç ile Xitayga bir isim işiltip durup Şərq Türkistan'daki siyasetini yumuşturuş, Şərq Türkistan siyasetini etkes kılış ve Şərq Türkistanlıkla yüzünü başkurduğun şundaq bir imkanını yaratış jette hazırkı men degen güç yaman moyum. Şununla bu kanunun ki uzun müddetlik bir moyumluğu var, kısa müddetlik emes o. Hem de Uygurlar şu kanundan kanda faydalanış lazım. Kandak bir siyasetlerini ilip yiriş lazım. Amerika'nın ki ebekmen degen o işhan bile kandak bir faaliyetlerini ilip yiriş. Ondaqda Uygur teşkilatlar şu projelerini terakki kıldırış lazım. Yeni projelerini yapıp ve projeye karta bazı maddi imkanlarını peyda kılıb buldu. Ve bu maddi imkanlarla texima seviyelik, texima manalık, texima önümlük manda faaliyetlerini ilip bardığanlığa faydası var deb oylayman ben. Rahmet sizge Erkin Ekrem Efendi, kıymetli vaxtınızı ajırtdı programımızı qatnaşıp, kıymetli fikirlerinizni bizning görürmenlerimiz bilen ortaklaşqanlığınız için sizge çin ko'nglimizdan rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizge. Ben rahmet etmem. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Hürmetli televizor köyiçiler, stansımız stratejiya haqida so'raydigan savollaringizga vaqtida javob berish uchun maxsus bir elxat sanduqi hazırlandı. Mutaxassislarimizdan so'raydigan savollaringlar bo'lsa, elxat sanduqimizga yozishinglarni tavsiya qilamiz. Bizning elxat adresimiz strategiya@gmail.com. Hürmetli televizor köyiçiler, vaqt munosabati bilan bugungi suhbatimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.